Tanıyapsizmi? Yusufjon qiziq Shakarjonov. U shogirdlari Mirshoid aka, Soyibjon qiziq, Oxinjon qiziqlar bilan poyezdga kech qolib, zo'rg'a oxirgi vagonga ilindi. Ya? Yusufjon aka? Ne bey? Bu mayda shunchalarni o'zingiz bilan birga olib ketyapsizmi? Kerakli toshli oqligi yo'q. Ana uni og'zini ko'rdingizmi? Non, go'sht, sut solgani chamadonni o'rniga buni olib olgan. Vagonda uyqum kelsa yonboshlab yotarman deb yatsini o'rniga ana uni olib oldim. Bordi-yu yuragim kuyib qolsa choy ichaman deb qumg'onni ham olib oldim. Uchovimiz ham adashib qolmaylik deb Yusufjon akamni ergashtirib oldik. Yusufjon aka, joyingiz birinchi vagonda. Qani, marhamat. Sabrjon, meni fikrimcha, boshqa teatrda bo'ladigan birinchi kechada shu O'zbekiston degan she'ringizni o'qisangiz yaxshi bo'ladi. Bu she'r menga juda yoqadi. Juda yaxshi, rahmat. Ana, Yusufjon akam ham kelishyapti. Bor ekansizlar olamda, bu sizlari. Pardozda joyida emas, bu oq ko'rinib qoldi-ku. Sizga nima bo'ldi? Men bu yoqda qolib Ustalbaga salom berib yuribsiz. Qani, ko'payga kiraylik. Bitta ko'pchak beraman. Rahmat. Ulfatlarimiz bilan o'z joyimizga boraylik, rahmat. Xo'p, ko'rishamiz. Assalomu alaykum.